Assalomu alaykum. Siz Gormonal salomatlik kanalidasiz va sizlar bilan bugun men shifokor endokrinolog Shahnoza Tog'ayeva va bugun sizlar bilan aynan inyektsion ozdiruvchi dorilar haqida gaplashamiz. Boshqacha qilib aytganda, ozdiruvchi dorilar haqida gaplashamiz. Bugungi videodan siz bu dorilarni kimlarga mumkin, ularni nojo'ya ta'sirlari qanday va organizmda, ya'ni inson organizmida ularni ishlash mexanizmlari haqida bilib olasiz. Kanalga obuna bo'ling va videoni tagida sizni qanday savollar qiziqtirishini yozib qoldiring. Demak, inyektsion ozdiruvchi dorilar, ya'ni inyeksiyalar, inkretin preparatlar bugungi kunda bozorimizda juda ham ko'p va ularni 3 ta guruhga ajratsak bo'ladi. Birinchi guruh preparatlar bular Saxenda, Victoza. Bu preparatlar har kuni qilinar edi. Ikkinchi guruh preparatlar bular Ozempic, Arsema va Semavik. Bu preparatlar haftasiga bir marta qilinadi va bu preparatlar ham ozishga yordam beradi va aynan qorin sohasidagi yog'larni ketkazishga yordam berishi mumkin. Bu preparatlarni birinchi guruh preparatlaridan farqi shundaki, haftasiga bir marta qilinadi va ishlatilishda juda ham qulay. Lekin minus taraflari ham bor. Birinchi guruh dorilarga qaraganda bu preparatlarni nojo'ya ta'sirlarini boshqarish qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun ham boshlanishiga kichkina preparatlardan, kichkina dozadan boshlash tavsiya etiladi. Va uchinchi guruh preparatlar bular Tirzetta va Monjaro. Bugungi kunda bu dorilar aynan ozish uchun juda ham keng qo'llanilmoqda va aynan qorin sohasidagi yog'larni ketkazishga va qondagi qand miqdorini to'g'irlashga juda ham yaxshi yordam beradi. Demak, inyektsion preparatlar dastlab o'zi qonda qand miqdorini tushirish maqsadida qandli diabeti bor bo'lgan insonlar uchun ishlab chiqarilgan va tekshiruvlar natijasida bu dorilarni ishtahani boshqarishi va ortiqcha vazni bor bo'lgan insonlarga ozishda yaxshi yordam berishi aniqlangan va shuning uchun ham bugungi kunda mana shu ozish uchun ham bu inyeksiyalar yaxshi ishlatilmoqda. Xo'sh, nimasi bilan bu dorilar xavfli? Demak, bitta narsani yaxshilab bilib olishimiz kerak. Bu preparatlar bad emas, vitaminka emas yoki qandaydir o'yinchoq dorilar emas. Bular medikamentoz dori vositalari va bularni nojo'ya ta'sirlari va mumkin bo'lmagan holatlari mavjud. Shuning uchun ham bu dori vositalarini faqatgina shifokor nazorati ostida ma'lum tekshiruvlardan o'tgandan keyingina buyuriladi. Demak, kimlarga mumkin emas bu dorilar? Birinchi navbatda homiladorlarga mumkin emas, emiziklilarga mumkin emas. Qandli diabet birinchi turi bor bo'lgan insonlarga mumkin emas. O't qopida toshlari bor bo'lgan insonlarga ham bu preparatlar ishlatish mumkin emas. Bundan tashqari, agar insonda surunkali pankreatit yoki o'tkir pankreatit holatlari kechgan bo'lsa va u og'ir holatlar bilan kuzatilgan bo'lsa, bu preparatlarni buyurish man etiladi yoki shifokor nazorati ostida buyurilish tavsiya etiladi. Bu preparatlarni buyurish vaqtida albatta shifokor ma'lum tekshiruvlardan o'tkazadi bemorni va unga kerakli bo'lgan vitamin, mikroelementlar va ovqatlanish rejimini ham tayinlab berishi bu preparatni yaxshi samarali ozdiruvchi effektiga olib kelishiga yordam beradi. Ya'ni yaxshi ozdirishi uchun dori bilan qo'shimcha ravishda ovqatlanishni o'zgartirish juda muhim. Jismoniy mashqlarni ko'paytirish, ya'ni jismoniy aktivlikni oshirish juda ham muhim va qo'shimcha ravishda kerakli bo'ladigan vitamin va mikroelementlarni ham shifokor buyurib beradi. Demak, qanday bu preparatni nojo'ya ta'sirlari bor? Keling ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda bunday preparatlarni ich kelishiga ta'siri bor. Ya'ni ich qotirishi mumkin. Agar sizda ich qotishiga moyillik bo'ladigan bo'lsa, bu preparatlarni olish davrida sizda ich qotishi, ya'ni qabziyatingiz kuchayishi
mumkin va bunday paytda albatta shifokor bilan maslahatlashib uni davolashga tavsiya etiladi. Bundan tashqari bu preparatlar ketib qolish holatlariga ham olib kelishi mumkin. Ya'ni agar oshqozon ichida qandaydir kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, ularni qo'zg'atadi. Bu nojo'ya ta'sir aynan dorilarning ishlash mexanizmidan kelib chiqadi. Ya'ni bu dorilar oshqozon ichak faoliyatini sekinlashtiradi. Ya'ni ichaklardan ovqat hazm bo'lishini, ichaklardan o'sha ovqat luqmasi harakatini sekinlashtiradi, ichaklarni aktivligini, faoliyatini sustlashtiradi va shu sababli ham insonda jilchat tok buzilishi mumkin, ya'ni o't qopida o't dimlanish holatlari kuzatilishi mumkin va qabziyat kuchayishi mumkin yokida ich ketish va qabziyat bilan birga almashinib kelish holatlari ham kuzatiladi. Bunday paytda albatta shifokor bilan maslahatlashib, kerak bo'lsa gastroenterolog bilan yoki o'zingizni shifokoringiz bilan maslahatlashib, bu holatlarni kamaytirishga va davolashga urinish muhim bo'ladi, kerak bo'ladi. Demak, keyingi eng ko'p uchraydigan bu dorilarni nojo'ya ta'siri bu ko'ngil aynish. Juda ham kuchli ko'ngil aynish holatlari kuzatilishi mumkin. Ya'ni ba'zan shunday bo'ladiki, inson ovqat hidini sezsa, mana shu kuchli ko'ngil aynish va qusish holatlari ham kuzatilishi mumkindir. Kimdadir, hammada har xil bo'ladi bu holat. Kimdadir bu holat juda ham kuchli bo'ladi, ya'ni kichkina dozalarda ham ko'ngil aynish va qusish holatlari ko'p kuzatilishi mumkin. Kimdadir katta dozirovkasida, ya'ni o'sha sutkalik maksimalniy dozasida ham ko'ngil aynish holatlari kam kuzatiladi. Buni albatta dorini olib ko'rganingizdan keyin bilasiz. Va bunday holatlarda shuning uchun ham dorilarni kichkina dozalardan boshlash tavsiya etiladi. Agar ko'ngil aynish juda ham kuchli bo'ladigan bo'lsa, haftada bir marta qilinadigan ukollardan har kunlik ukollarga, ya'ni har kuni qilinadigan ukollarga o'tish tavsiya etiladi. Buni albatta shifokoringiz bilan maslahatlashib olsangiz bo'ladi. Demak, keyingi nojo'ya ta'siri ovqatlanish rejimiga e'tibor bermaganlarda ko'p kuzatiladi. Ya'ni bilamizki, bu dori vositalari qondagi qand miqdorini normallashtirish, ya'ni pasaytirish xususiyatiga ega. Qanday ishlaydi? Demak, qonda agar qand miqdori baland bo'ladigan bo'lsa, qandli diabeti bor bo'lgan insonlarda bu dorilar qondagi qand miqdorini pasaytiradi. Agar qonda qand miqdori normada bo'ladigan bo'lsa, uni normaligicha ushlab turadi. Ya'ni agar siz sog'lom ovqatlansangiz, ovqatlanish rejimiga e'tibor bersangiz va shifokoringizni tavsiyalariga e'tibor bersangiz, qondagi qand miqdori o'zgarmaydi. Lekin agar siz bu dorini ta'sirida, ya'ni dorini olish davrida ovqatlanishni kamaytirsangiz, vaqtida ovqatlanmasangiz yokida yetarlicha hajmda ovqat yemasangiz, qonda qand miqdori tushib ketish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Bu juda ham xavfli holat. Shuning uchun ham shifokor bilan maslahatlashib, albatta kuniga o'sha 3 mahal yetarlicha ovqatlanish rejimiga, suv ichish balansiga va ovqatlanish tartibiga juda ham yaxshi rioya qilish kerak bo'ladi. Demak, keyingi ko'p uchraydigan nojo'ya ta'sirlar, ya'ni ko'pchilik aytadiki, mana shu preparatlarni olganimdan keyin terida osilish holatlari kuzatildi, osilib ozar ekan deydi. Aynan bu ta'sir mana shu noto'g'ri dorini noto'g'ri dozalarda olishda va dorilarni, o'sha inkretinlarni olish davrida ovqatlanish rejimiga, jismoniy tarbiya, jismoniy aktivlik rejimiga, suv ichish balansiga rioya qilmagan paytida va agar defitsitli bo'ladigan bo'lsa, ularni to'ldirmagan holatda kuzatilishi mumkin. Ya'ni defitsitli bo'lsa, shifokoringiz bilan maslahatlashib, o'sha defitsitlarni ham to'ldirib borish tavsiya etiladi. Demak,
Keyingi juda ham ko'p uchraydigan va ko'pchilik qo'rqadigan nojo'ya ta'siri bu onkologik xavf, ya'ni rak kasalliklarini oshiradi. Doktor sichqonlarda bu dorilar demak o'sha rak kasalligini oshirar ekan. Insonlarda qanday deb ko'pchilik qo'rqadi. Haqiqatdan ham tekshiruvlar bor, ya'ni o'sha sichqonlarda tireoid raklar, ya'ni qalqonsimon bez raklarini oshirish xavfi borligi bor, kuzatilgan. Lekin bitta narsani tushunib olishimiz kerak, sichqonlarda kuzatiladigan holatlar insonlarda har doim ham kuzatilmaydi va bu tekshiruvlar bugungi kunda shu narsani ko'rsatdiki, 2 va 3 sinfga mansub bo'lgan inkretinlar, ya'ni uzoq ta'sir qiluvchi inkretinlar, bunday holatlar umuman kuzatilmaydi va shuning uchun ham bu dorilarni albatta shifokor bilan maslahatlashib, onkologik xavf bo'lmagan holatda bemalol ishlatsa bo'ladi. Albatta, agar sizda onkologik xavf bo'ladigan bo'lsa, qandaydir o'sma kasalliklariga moyillik bo'ladigan bo'lsa, siz dastlab o'sha moyillikni davolashingiz kerak bo'ladi. Onkolog bilan maslahatlashib, onkologik xavfni pasaytirishingiz kerak bo'ladi va keyin esa bu dorilarni buyurish haqida o'ylasa bo'ladi. Demak, keyingi holat, eng ko'p uchraydigan nojo'ya ta'sir bu mana shu dorilarni olgan insonlarda depressiv holatlarni kuchayib ketishi, ya'ni depressiyaga beriluvchan bo'lib qolishi, kayfiyat tushib ketish holatlari, bular ko'proq birinchi guruhga mansub, ya'ni o'sha Victoza, Saxenda va shu kabi har kuni qilinadigan dorilarda kuzatilgan, ammo 2 va 3 sinfga mansub dorilarda bu xavflar deyarli yo'q. Agar insonda qandaydir depressiv holatlar, psixologik buzilishlar bo'lsa-da, mana shu holatlarni yaxshilash xususiyati ham aniqlangan dorilarda. Shuning uchun ham bu dorilarni albatta shifokor bilan maslahatlashib bemalol olsangiz bo'lardi. Kelinglar, videoni oxirida xulosa qilib olamiz. Bu preparatlar, ya'ni inkretinlar, inyektsion ozdiruvchi dorilar, ozdiruvchi ukollar, bular medikamentoz dorilar va bularni nojo'ya ta'sirlari va mumkin bo'lmagan holatlar mavjud. Shuning uchun ham buyurishdan oldin albatta tekshirilish, qon tahlillarini ko'rish, organizmni tekshirish, shifokor bilan maslahatlashish va keyin shifokor bilan o'tirib mana shu dorini buyurilishi haqida o'ylasa bo'ladi. Va bu individual, har bir inson uchun shifokor qabulida tanlab beriladi. Siz shifokor bilan o'tirib, semizligingizni, o'sha ortiqcha vaznni sababini aniqlaysiz, qanaqa buzilishlar bor organizmda, uni aniqlaysiz, ularni hammasini davolab, sizga kerak bo'lsa shifokor mana shu dorilarni dozalab, ya'ni o'zingizga individual ravishda dozalab, kichkina dozalardan boshlab buyurib berilsa, albatta bu dorilardan yaxshi natija bo'ladi. Ortiqcha vaznni bor bo'lgan insonlar hech qanaqa tekshiruvlarsiz va o'z boshimcha buyurish umuman mumkin emas. Shuning uchun ham mana shu dorilar haqida, ya'ni Ozempic, Arsema, Semavit, Mounjarolarni agar siz ijtimoiy tarmoqlarga kiradigan bo'lsangiz, bular haqida har xil gaplar yuribdi. Kimgadir bu juda ham zo'r ishlagan, zo'r ozdirgan, kimgadir har xil nojo'ya ta'sirlar bergan va hattoki ba'zan o'sha reanimatsion holatlar va o'lim holatlariga ham xavf solganligi haqida siz ko'p eshitgansiz. Bu aynan mana shu dorilarni noto'g'ri buyurilishi natijasida kelib chiqishi mumkindir. Xulosa qilib aytmoqchimanki, eksperiment quyonchasi bo'lmang va bu dorilarni buyurilishidan oldin albatta shifokoringiz bilan maslahatlashib, sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, bu dorilarni shifokor nazorati ostida sog'lom turmush tarzi, ovqatlanish tarzi, jismoniy aktivlik bilan birgalikda olib borsangiz, albatta yaxshi natijalarga erishasiz.